Его соперник приглашаем на красный угол. Боксер из России Раджаб Бутаев. Reportajimizni davom ettiramiz do'stlar. Navbatdagi jang Murodjon Ahmadaliyev Xudoorganiga, u esa boshqa joyda ekan, u esa Rajab Butayev bilan birgalikda unga sekundantlik qiladi. MJ biz uchun qiziqarliroq, baribir. Rajab Butayev sobiq jahon chempioni, ajoyib bokschi, yuqori darajadagi, yuqori saviyadagi rossiyalik charm qo'lqop ustasi, har ikkala bokschi Rossiyadan. Ko'k burchakka biroz avval chiqib keldi Artyom Pugach, ham Rossiya vakili. Ko'ramiz, kuzatamiz do'stlar. Endi bu yerda ham qaysidir ma'noda baribir Rajab Butayevning darajasi sezilishi kerak bo'ladi. O'zga Итак, друзья, представляю вам боксеров. Синий угол. Ему 35 лет. У него в счету 19 боев. Из них 3 победы, 12 поражений и 4 ничьи. 1 победа с нокаутом. Представляет Россию Воронеж. Поприветствуем Артем Пугач! Красный угол. Ему 32 года. Он является экс-чемпионом мира по версии WBA. У него в счету 16 боев, 15 выигрышев и 1 поражение, 12 нокаутов. Поприветствуем, друзья, представляет Россию Дагестан Раджаб Бутаев. referi Zohid Kamilov Toshkent viloyatida jang boshlaydi. Jang boshlandi. Ko'ramiz. Endi Butayevni qanday jang olib borishini bilaman, ko'p kuzatganmiz uning janglarini. Первый раунд. Hech qanday qarshilik ko'rsatishini ochig'i menga qiziq. Shoshmayapti Urman. Rajab Butayev asta sekin burchakka olib boryapti. Burchaklarni kesishiga e'tibor bering. Qorniga zarba. Nazorat zarbasi, qarang, og'irlik yuklayotgani yo'q shu zarbaga ham. Chag'i deb ko'rdi, chag'ida raqib. Ana endi reja tuzadi. Qimirlatishga, shu chalg'itishga harakat qilyapti. Pugach hozir hamla qilib ko'rdi. Raqib qorniga zarba bilan. Tinimsiz harakat uchun turibdi, joyda turib qolish mumkin emas. Rajab Butayev darhol jazolaydi. Jigariga o'tdi. Zarba hozir. Ikkilik zarbasi. Chap qo'l yon taraflama tutdi hozir. O'ng tomonga qadam bosayotgan raqibini. Pugach hozir raqibini burchakka taqab zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Ikkita zarba, ikkita qadam va chiqib ketyapti burchakdan. Jab.
Aperkot zarbasi oldi. Tutishga harakat qilyapti. Birinchi qorniga o'ng qo'lda zarbalar yo'llash ko'rib turgan. Hozir esa jigarini poylayapti. So'nggi daqiqa boshlandi birinchi raundda. Tegdi. Mana bu o'ng qo'l qo'ldan yo'llangan zarba. Negadir raqibiga chiqishga imkon berdi mana shu zarbasidan so'ng. Qoringa bir qancha yo'llangan zarba. Voqealar rivojidan ilgarilab ketishga harakat qilmaydi. Ya'ni jangni imkon qadar uzoqroq o'tkazish kerak. Chunki faollashganligini ko'ramiz. Butayev yana bir bayt o'taman. Boshqa darajadagi bokschi. Bu jangda o'sha his qilib ringni jangni his qilishga urinmoqda. Asosan ko'rsatmalarni Murodjon Ahmadaliyev berganligini aytib o'tishimiz kerak. Butayevning burchagida agar 3-raund bo'lsa, yana ko'rsak kerak. Jurnalistlarimiz namoyish etib berishadi. Ushlab turib, qarang, raqibni chap qo'lini ushlab turib zarbalar yo'llayapti Bugach. Klinch. Eshitmayman ochig'i. Yaqinlik eshitmayapman. Muhimi Butayev eshitayotgan bo'lsa bo'ldi. Murodjon Ahmadaliyevni. Zarba sog'lik yuklayapti. Artyom Pugach zarbalariga. Aperkot zarbasi o'tmadi. Ikkilik zarbasi bilan hozir chiqib ketishga harakat qilmoqda. Mana shu taqibdan chiqib ketdi, ammo taqib umuman to'xtamaydi. Umumiy olganda davom etaveradi shu hozir. Aperkot qorniga tinimsiz harakat qiladi. Taktik jihatdan juda to'g'ri harakat, chunki biladi raqib kuchli ekanligini, bir joyda turib qolish mumkin emasligini tushunib turibdi. Chalg'itdi. Negadir ikkinchi zarbani yo'llamadi hozir. Butayev jab raqib ochilishini shu mo'ljallab kutyapti, zarba yo'llashni. Yetib borgandik, mana dadil oldinga qarab boryapti Butayev. Raqib to'xtab qolishi, bir zum xatoga yo'l qo'yishini, ochilishini kutmoqda. Jab. Yana bir jab. O'ng qo'l javob hujum o'tmadi. Ikkilik zarbasi oxiri ishga soldi. O'ng qo'lini kamdan kam ishga solyapti. Ortiqcha ishlatmayapti, asosan chap qo'lida.
Ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda do'stlar. Ikkinchi raund yakuniga yetmoqda. Endi ochkolar Artyom Pugach hozir hujumga o'tyapti. Chuqur himoyada. Butayev tutib olmoqchi. Oldiga zarba o'tdi. Yana bir zarba boshiga. Klinch. Jang davom ettirish mumkin. Qo'llar ustidan Pugach. Hamon harakatda, hamon charchamada, mana shu to'xtamasdan tinimsiz ring bo'ylab yuribdi. O'ng qo'l to'g'ridan, o'ng qo'l uppercut zarbasi. Xilma-xillikni oshirishga harakat qilyapti endi Butayev. Ikkilik zarbasi Pugachdan. Yana ikkilik zarbasi ochilmayapti-da, joyda turmayapti. Shuning uchun ham Butayev o'sha hujumni boshlay olmayapti. Qiynalyapti. Endi hujumni boshlaganda klinch. Chap qo'l o'tdi zarba. Ikkinchi zarbani kutib ko'zni yumib pastga keldi boshida. Yaxshi kombinatsiya Artyom Pugachdan. Bunisi ham jahlni chiqarmaydimi? Butayev. Zarbasi o'tganligini sezgan Artyom Pugach raqibidan burchakka taqab olib hozir hujum amalga oshiryapti. Yana ikkilik zarbasi. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. Yaqqol zarbalarni o'tkazmayapti. Mana shu qorniga, jigariga harakat qilyapti. Kombinatsiya mana endi aytib o'tayotgan edim. Uppercut o'ng qo'lda qorniga, mo'ljalga bordi va do'stlar 3-raund ham yakuniga yetmoqda. Sekinlik bilan bizga bokschilarimiz topyapti. Isroil Madrimni ham shu yerda ko'rdik. Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev namoyish etib berildi. Isroil Madrimov suhbat olib boryapti. Biz esa 4-raundni kuzatamiz. Tinib tinchimas harakatchan Pugachning ring bo'ylab urinishi. Va hozir bundan avvalgi raundda sekinlik bilan hujumga o'tganligini e'tirof etishimiz lozim. O'rniga va zarbalar yo'llayapti. Va
balki taktik yurishi ish beradi. Balki u charchatar raqibni. Butayev. Raqib charchatish uchun o'zida ikki hissa ko'proq kuch bo'lishi kerak, jismoniy kuch. Uslubda. Lekin zarbalari o'tishni boshladi, mana shu jihat bu. Jigariga zarba. Boshiga zarba tutib oldi. Keng hujumlar amalga oshirishni boshladi Artyom Pugach. Perkot zarbasi o'tdi. Qorniga, ortidan darhol boshiga o'tdi va hozir o'tdi zarba borish kerak deb aytib o'tmoqda burchagida. Butayevga yana qorniga zarba, qo'llar orasidan yo'llashga harakat qilyapti. 1-2 zarbasi o'tadigan bo'lsa, Pugachga qiyin bo'ladi. Bu ko'rinib turibdi. Ammo lekin mana shu zarbani o'tkazib olguncha qiyin kechyapti, chunki yana bir bor aytib o'taman. Ko'k burchakda jang olib borayotgan bokschi rekordi past bo'lishi mumkin, mahorat borasida juda o'sha raqibi singar bo'lmasligi mumkin, ammo taktik rejasi bu jangga borligini ko'ryapmiz. Jismonan kuch yetarmikan yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Yoki tutib olishi mumkin Butayev. Aks holda 8 raund deb belgilangan jangning oxirgi raundlarida kim biladi deysiz. Sirpanib ketdi. Aperkot zarbasi qorniga. Kutyapti, Butayev kutyapti raqib yaqinlashishini. Kirik zarbasi. Qarama-qarshi zarbalar va bu raund ham yakuniga yetmoqda. Shohjahon Ergashev ham shu yerda ekan. Isroil Madrimov va takrorlab va ikkinchi Aperkot bu raund avvalida. 5-raund. Hozir ham mana shu alfozda jangni davom ettiradigan bo'lsa, qilmaydi. Round 5. 5-raund. Qaysi palada o'zgartirish kerak? Mana shu qiziq. Kirik zarbasi o'tyapti. Chuqur himoyadan hozir hujumga o'tishga urinib ko'radi Butayev. Chap qo'l yuqoridan pastga tushirdi zarbani. Tutib bo'lmayapti-da. Butayev qiynalyapti mana shu tutish jarayonida. Ushlab olmoqchi zarbaga. Tinimsiz harakatda bo'lgan raqibni tutish qiyin. Ikkilik zarbasi. Aperkot qorniga. Artyom Pugach. Tinmasdan harakat qildi. Hozir yaxshi aperkot zarbasini yo'lladi.
va himoyaga o'tgan holda boshini biroz egib chiqib ketdi. Qo'l zarbasi. Yana o'ng qo'lini ishga solyapti. To'g'ridan yo'llangan zarba, chap qo'l zarba. Butayev 1-2 kuchli emas. Qattiq zarbalar bo'ladi-yu. To'g'ri zarbalar yo'lashga erishdi. Jigariga himoyadan ham o'tadigan zarba bu. Ta'sir qiladigan har holda. Yana qorniga zarba. Boshiga zarba. Harakatchalik biroz pasayganidan so'ng endi tutishni boshladi. Endi raqibni ko'ryapti, sezyapti. Shu qoringa 1-2 zarba o'tkazgandan so'ng bunchalik o'sha jismoniy holat uzoqqa yetmasdi. Bunchalik 5 raund mobaynida tinimsiz harakat amalga oshirish juda qiyin. Endi esa asta-sekin boshladi Butayev o'z ishini bajarishni. Raqib klinchga kirishga majbur. Aperkot, qorni qisqa ikkinchi zarba, og'riq sezishni boshladi Pugach. Quvlab yuribdi ring bo'yicha. Oya taqib qilgan bo'lsa, hozir quvlab yuribdi Aperkot. Mana endi qo'llarini pastga tushirgan holda raqibdan hech qanday hayiqmasdan davom ettiryapti. Rajab Butayev. Mana. Хорошо. Bu raundda ustunlik yaqqol ko'rinishga ega. Seconds out. Шестой раунд. 6-chi raund do'stlar. Butayev kutyapti endi. Raqibga ishlashga beradi. Va qorniga, aynan qorniga, jigariga zarbalar bo'ladi. Chunki o'sha vaziyatning o'zi harakatchalikni to'xtatadi. Ana undan so'ng ko'rdingiz, bundan avvalgi raundda tinimsiz zarbalar yo'ladi. Ushlash osonroq bo'ldi. Tutish osonroq bo'ldi raqib. Kutyapti, chalg'ityapti. O'tdi zarba mana. Chap qo'li bilan boshiga hujab va o'ng qo'lda qorniga pastdan apel. Lekin Artyom Pugachning jismoniy holatiga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. O'tdi yana bir zarba qorniga, yana o'tyapti. Boshini ham nishonga oldi, ortidan chap qo'lda. Yon taraflama zarba bilan referi qolib ketyapti burchakda. Jab. Yana qorniga zarba, javob qaytyapti. Pugachda. Jab. Jab va qorniga zarba ortidan.
o'tdi qo'ziqorniga zarba. So'nggi daqiqa o'tib boryapti 6-raundda. Mana endi o'tdi zarba. Kuchli zarba o'tdi. Ikkinchisini ham qaytardi. Chap qo'l yontarma zarba ortidan Butayev qaytarmoqda. Ikkinchi zarbasi bilan javob qaytaryapti. Pugachga hech narsa bo'lmadi menga degandek. Va do'stlar 6-raund ortda qolmoqda. Yana bir bor aytib o'taman, 8 raundga belgilangan ushbu jang. Seconds out. Седьмой раунд. Раунд 7. 7-raund do'stlar. Yana uning faoliga ajablantiryapti. Ammo bitta zarba ko'rdingiz-a, Butayevning bitta shu qorniga yo'llagan zarbasi farqi yo'q. Ilgarigami, qornigami darhol vaziyatni o'zgartirdi. Darhol. Ikkilik zarbasi, shu zarba oldi ikkilik. Kutib olishga harakat qilib ko'rdi. Hujumga o'tyapti. Pugach. Mana bunday kombinatsiya amalga oshiryapti. Moq zarbasini, jepini g'amani amalga oshirdi. Artyom Pugach. Chap qo'lda ikkita zarba. Zarbalarni himoyaga ham qabul qilib olma deb aytib o'tyapti Murodjon Ahmadaliyev. Ishla, birinchi ilgarilab ket deb aytib o'tyapti. Lekin tarzda ishlashga imkon bermaslik lozim. Hozir menimcha jigarga zarba o'tdi. O'zim ko'rmay qoldim ochig'i. Boryapti. Ikkinchi zarbasi o'ng qo'l, chap qo'l. Quvlayapti ortidan. Quvlab yetib hozir zarba yo'llashga harakat qilmoqda. Butayev. Pugach esa hamon o'sha usul. Hamon qochyapti, qochib zarbalar yo'llayapti. Tutishga harakat qilyapti. Ochkolar bo'yicha imkoniyat to'liq boy berilgan. Shubhasiz Butayev bordi ustunligiga. Artyom Pugach endi bu kishiga qarshi qanday taktika turish mumkinligini ko'rsatyapti. Jab tegdi deb aytib o'tmoqda Ahmadaliyev. Butayevga davom ettirish kerak. Chap qo'l yondirma zarba so'nggi daqiqa yakuniga yetib boryapti 7-raundda. Shunday aylanyaptiki, Artyom Pugach bizning ham boshimiz aylanib ketdi. Ring bo'ylab so'nggi soniyalar kelganda faollikni oshiryapti. Butayev bir qancha zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Hujumga bordi, oldinga bordi.
o'tirmayapti. Ha? Artyom Pugach. Takror lavhalar. Bu raund uncha ham ko'p emas edi, faqat shu yakuniy qismi. Seconds out. Последний раунд. Final round. So'nggi raund 8-si. O'ng qo'l yon taraflama chap qo'l jigarga zarba, u ham yon taraflama ochiqcha kirishib ketishga harakat qilib ko'radi. Artyom Pugach ham eng qizig'i zarbalarga og'irlik yuklashga harakat qilmoqda. Mana bu yerda zarbalar shuni va muxlislar jonlanishni ko'rishdi. Bokschilarning xatti-harakatlari yaxshilanganligini va ular ham ikkilik zarbasi Artyom Pugachdan, yana ikkilik zarbasi boryapti. Butayev uppercut chap qo'l. Yoldirma zarba qorniga, o'ng qo'lda uppercut, u ham qorniga yo'lladi. Break. Chap qo'l yoldirma zarba o'tyapti. Butayev dadilroq endi taqib qilyapti. Zarbalar. Ha, o'zi ham qarama-qarshi zarbalar o'tkazib boryapti, ammo menimcha bunga uncha farqi ham yo'q. Aslini olganda qorniga zarba yana o'tyapti. Lekin taslim bo'lmayapti Artyom Pugach. Juda yaxshi tarbiyali ko'rganligini amalda namoyish etib berdi. Raqib juda kuchli. Raqibga hujum amalga oshirishga qarib imkon berdi. Ha, ochkoda bo'lish imkoniyati bor edi. Ha, bu darajada. Ammo tayyorgarlik baribir yuqori. Pugach qarshi hujum, zarbaga darhol javob berishga harakat qilib ko'rdi. Ikkilik zarbasi biroz raqibni daraxt holatga soldi. Yuqoridan yo'llangan zarba, qo'llarini pastga tushirgan holda hozir Butayev oldinga qarab boryapti. Mana bu zarba o'tmadi, tirsakka tegdi raqibining. Jab. Qarshi hujumda u ham. Yana qarshi hujum. O'tdi-o'tmadimi o'zingiz ko'rdingiz. Ikkilik zarbasi, bunisi o'tdi. Jab. Kombinatsiya qorin qismiga bir qancha zarbalardan iborat bo'lgan. Uppercut zarbasi. Uppercut chap qo'l yondirgan zarba o'tdi. Pugach ajablantirdi ochimani bokschi. Ajablantirdi. Rahmat deyapti qalay kelib. Raqibiga, raqib jamoasiga ham. Do'stlar, endi qarangda baribir rekord. Rajab Butayev sobiq jahon chempioni. Artyom Pugach 15, demak 19 ta jang. 3 ta g'alaba, qadam bittasi nokaut. 12 ta mag'lubiyat, bitta nokaut va 4 ta durang qayd. Ya'ni rekord ham umuman nomutanosib. Ammo taktik yaxshi bokschi ekanligini ko'rsatdi. Ha, imkoniyatni boy berdi. Ochkolar bo'yicha yuta olmaydi u. Ko'proq, aniqroq, yorqinroq Butayevdan. Lekin boks ham bir shaxmat ekanligini mana shu joydan ko'rishingiz mumkin. Unda taktika bor. Yaxshi taktika bo'lsa, har qanday raqibga qarshi jang olib borish mumkin. Strategiya, reja, game plan deyishadi-ku.
jang rejasi. Alkışlar albatta, alkışlar. Итак, друзья, внимание, официальный результат этого боя. Первый судья 79-73. Второй судья 8-72. Судья номер 3 78-74. И победу одерживает боксер из красного угла Раджаб